Assalomu alaykum o'rtoqlar, sog'misizlar, salomatmisizlar, yaxshimisizlar? Hammalaringga xayrli kech. Ancha bo'ldi video ololmayapman. Vaqtim bo'lmayapti o'g'lim bilan ikkalamizdan. Nimaga vaqting bo'lmayapti desalaring, qishloqda uyda ish ko'payib qoldi o'g'il. Mana oshxona qilyapti-da, bilsalaring bir video qo'yib. Oshxona ustini chiroyli qilib yopdim. Mana uncha ko'rinmayapti. Bundan keyin desalaring, mana yerda polniy qildim shu bugun. Mayrim chiqib bir ikkita ustoz bilan birgalikda chiroyli qilib mana oshxonalar ichi bilan endi aniq o'choq tandir, balav kulpat deganday narsalar bo'lar. Shunaqa gaplar bizda o'rtoqlar, like bosib turinglar, aktivim vapshim tushib ketibdi. Nasibsa yaxshi videolar qilaman. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarni yaxshi ko'raman. Iltimos, like, comment, podpiska bosib, sizlar nima ish qilyapsiz uylarga yozib yuboringlar. Qayerdansizlar? To'g'ri kelgan narsani yozinglar. Bir og'ayinday, nima deydi? Qaracha xullas bir og'ayinday hammalarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Like. Issiqda qorayib ketganimga nechi? Yana bir pichib yursam, yozgacha yursam, negarim tushib ketadi. Rossiyaga qochib ketsam magan. Nima deysizlar? Mayli, bilolmay ketdim. Bir joyga borib keling. Mayli do'stlarim. Uyga kir. Do'stlar, mana shu meni uyim tashqaridan. Mana shu ko'rib turgan joylaringda o'zimcha magazin ochsammi deb plan qo'ytiribman. Nima deysizlar shunga? Mana o'g'lim qarab o'tiribdi. Kelaman Bilol. Shu magazin ochsammagan deb o'tiribman Rossiyaga bormay. Lekin bu qishloq joyda savdo bo'ladimi yo'qmi bilmayman to'g'risi. Qarz ko'payib ketami? Nima deysizlar? Kommentga yozib yuboringlar.